sizni kommentariyalaringizni o'qib turaman men. Misol Shuhrat akani Primoyda sizni, nimani Sirojiddin akalarni kuni deyarli qayta chiqsam ko'raman. Bitta qiz kommentariy yozyapti. Bu Amir soylarga borgan, unaqa qilgan, bunaqa qilgan. Ash qiz bitta uchastkovoyda sinisi. Bitta odam yozyapti. Men pensiyadagi ichki ishlar xodimiman, u bu nimaman? Yo'q. O'sha uchastkovoyda dadasi. Eng qizig'i haligi odamni hammasini taniysiz ular. Taniyman, familiyasini bilan o'qib turibman. Endi eng qizig'i ana shu odam haqiqatan ichki ishlardan chiqqan. Haligi men Amir soylarga boradi u degan qiz, endi bu Xudoning taqdiri 3-chimi yo 4-chimi ro'zg'orda yashaydi u qiz. Shunda yozyapti-da, ekanlik provokatsiya ketyapti-da, aytaylik, nimani, ommani fikrini nima qilish uchun. U begona emas-da demoqchi bo'lgani. Keyin haligi aytib, "Ha, sen aytmaysanmi? Men pensiyaga chiqaman, lekin 3 ta farzandim bebaxt bo'ldi." Ey bolam, aqlingni yiqqin. To'g'ri yo'lda yurgan Dishnoniga yozgan kommentariyasini qarang, o'tiribmiz endi biz ham uyda. Haligilarni ko'rdimda o'sha uchastkovoyda sinisi bilan dadasi chiqyapti, shunaqa qilib yoz. Haligilar skrinshot qilib qo'yganmi? Hali asosiy bormi deydiganlarga hali men u narsani ham bu nimada haqorat qilib, bu o'zi buzug'ida uyida Xudodan qo'rqmaydimi u? Hali hech kim nimani ko'rib, sizlar ko'rganingiz yo'q, sizlar hali birorta asosda. Yo bular biror nimani keltirib berilgan yo'q-ku. Men nima uchun kurashyapman? Kecha uni nima Hajayev aytganda 5000 ta arqamda odam turibdi, deyapti. Meni arqamda butun O'zbekistonda ayollarning sha'ni turibdi-ku. Ertadan keyin seni boshingga shu kun tushmasin deb harakat qilyapsizlar. Yo sizga zararmi Surxondaryodan kelib shekki aka? Yo sizga boshqa ishingiz yo'qmi Shuhrat aka? Hamma nima uchun adolat bo'lsin, shunaqangi bir jirkanch narsa qaytarilmasin deb harakat qilyapti. Shunday. Lekin u uyda o'tirib olib, kommentariy yozib o'tirgan kesin ko'rsin sudda. Sud ochiq bo'lsa, mana o'sha kommentariy yozgan. Bor qilmang. Yo'q, men o'shalarni qarindoshi yozgani uchun g'ashim keladi. O'tib ketay, yana shuni aytib o'tib ketay. Ayrim chet elda o'tirib olib turib, og'ziga kelgan gaplarni yozadiganlar bor. Bizga nisbatan Uchko'prikda holat bo'lganida aynan tuhmat, bo'xtonlar bo'lib ketgan. Ana shu Geytuz rahbari Qudrat Bobojon tomonidan chiqarilyapti. Aynan bu holatda go'yoki ular chiqargandan so'ng ommaga hali oshkor bo'lib ketgan deb chiqaryapti. Lekin aslida keyin Quva tumanida bo'lgan holat deyilyapti. Aslida bu holat Quva tumanida emas, balki Furqat tumanida bo'lgan holat hamda mahalliy o'sha Kunuz hamda mahalliy blogerlar chiqargandan so'ng bu narsa ommalashib ketgan. O'zlaringdan o'zlaring hali chiqib olib turib, hali soxta ochko ishlashni o'rniga haqiqatni olib chiqishni o'rganinglar. Faqat shu gap, so'z, hali nima deydi? Ommani chalg'itish, maqsad o'zi nima men bilmayman. O'sha Geytuz taniysizmi?